ichimlik, kiyim-kechak, yegan poloning hammasi nomrotlik ko'chasiga borgan poyezd biltini Apple'dan alg'achon. Bugun tushda qancha pul tamoq yedingmi? 30 kilo tamoq yeyapti, yosh yigit. Yaxshi. Undan keyin nima qiladi? 2 kilo suv ichiribdimi qizlar? Yomon ekan, nubi. Aynan savoqdash 5 shisha ichiribdi 4 ko'yga. Ko'rgansizlar? Mana savoqdash ranglik suvni ekib tizib qolibdi 5-10 ko'ylar. Davamlı o'quvchilarim, davamlı rangli suv ichinglar, xonglab ichinglar. Davamlı polo yanglar. Davamlı xogolni yanglar. Davamlı kiyim-kechak sotib olinglar. Sizlar mushu sotib olgan ichimlik, kiyim-kechak, yegan poloning hammasi nomrotlik ko'chasiga borgan poyezd biltini Apple'dan alg'achon. Bundaqda siz tejab qolgan bir mo'jam pulmi sizning uxlash kiyimingizga aylanibdi. Vaqt kelsa mushu pulingiz bir kunda bir mo'jam, 1 ko'y, 10 ko'y, 50 ko'y, 100 ko'y, bir oyda 3-4 ming ko'y pulni yig'adisiniz. 10 yil davomlashgandan keyin ma pul sizningki pul orqali pul topirgan qobiliyatingizga aylanar edi. Masalan, pulni xarjlayotgan ikki xil yo'l ko'pchilik. Birisi siz erishmoqchi bo'lgan narsa, erishmoqchi bo'lgan turmushidan endi ma pul zarur pul xarjlamasangiz bo'lmaydi. Endi pul xarjlash usulini o'zgartirib bo'lgandan tortib ko'pchilik. Masalan, hayot kechirishga pul xarjlasak, biz suv ichganimiz, tamoq yetganimiz, balamizga tamoq yetganimiz, uyda o'tirganimiz, tok puli turayotganimiz. Shunday undaqda esingizda bo'lsin, boy odamlar bu umrda 10 million pul topmasdan ilgari mayaga qattiq pul xarjlaydi. Ular pulni mangu hayot kechirish bilan pul xarjlaydi. Masalan, Qurbanjon malini misol qilsak, men sizlar ichayotgan o'sha 4 ko'ylak rangli suvni hargiz ichamayman. Hele o 4 koyken, hele bir koylak kanşan suyu var ya, Yurunqaş deryası, Qarqaş deryasının suları. O şunu mu bir koy pul xarjlab alamayman men. Uni bir koyga algandın, 3 koyga 5 şans deb ishga yaxshi, 12 deb ishga yaxshi. Shunam emasmi? Men tariximda hozirgacha bir koy pul xarjlab kanşan suyu yap baqqadimmiz. Bu shu moliya so'z tarbiyasini o'rgangandan keyin. Sizga o'xshash 2 koyga 5 shisha ichamayman. İşki koyga non-foşam içəməydim. Nima iş qilamsizlar? Ha? Çünki men shu 2 koy pulumu hurmatlayman. Shu pulumu üzərimdəki 1 koy pulunu bir askar deb qarayman. Men uchun pul topirayotgan askar. Shunga men bu askarni yo'qitib qo'yishni xohlamayman. 1 mo'jam bo'lsin mayli, 5 mo'jam bo'lsin mayli. 1 koy pulumni sodiq. 1 koy pulumni yo'qitishni xohlamayman. Shuni qarasanglar, men nega xarjlayapmizkan? Undaqda hayot kechirishga xarjlayotgan pul, shu suv ichimiz, tamoq yeymiz, top pul turibmiz. Undaqda men sizga deyman. Siz jo'makdagi suvni ichsangizmi, hayot kechirolasiz, kechirolmaysizlar? Kechirolasiz. Siz bir tal uy deganda, mayli uxlag'lan bo'lsa, bir 50 ming poundni qo'yib olsa, 5 tal ko'pini sap qo'yib, uxlag'lan bo'lsa shundaymi? Nima ish qilsa yana cho'ng uy almashtirib, shunday-da. Lekin cho'ng uyni almashtiring, uyda uxlasangiz rahat uxlay olmaysiz. Lekin shu kichik uyda uxlasangiz-mi, hayot kechirasiz, eng rahat, eng baxtli. Bularni menga nisbatan bak baxtli, chunki men hech qanday odamningki chiroyi qolmayman. Hech qanday odamning menga bergan bahosiga qolmayman. Men nimaga xushal bilamsizlar? Men xizmat qilmasam-mi, pul menga menga yetib qolganiga men xushal. Mening xushal menilik mashinalash orqali sizga ko'z tutib xushallik topmayman. Men qanday qilib desa, o'zimningki erkinlik uchun xushal topdim. Hech kimni boshqaramasa, ingoto, meni qil demasa qandaqa? Men eng boy odam degan gap. Undaqda hayot kechirishga xarjlayotgan pul cho'qim meni xarjlamasak, suv ichmasak, tamoq yemasak bo'lmaydigan-to. Undaqda masalan, endi erishmoqchi bo'lganingiz nima desa, siz 10 ko'yga laqma yegan bo'lsangiz, pul topgandan keyin 20 ko'yga yegingiz ketadi. 30 ko'yga polo yeysiz. Ha-to? Yamsiz demamsiz-a? Ondan keyin siz bir oyda 2000 ko'y, 3000 ko'y topganda xolga yemaydigansiz, lekin 12 ming ko'y topgandan keyin har oyda 2 qatim, 3 qatim xolga yeymisangiz, 1000 ko'yga. Sizningki bir yeringiz qichib qoldi. Yoki sizningki yanjuqingiz qanday desa bir kasalga giribtorlab qoldi. Pul olsa kim pulni xarjlab tugatyapmisangiz, kasallab qolgan holatga tushib qaldingiz. Shunda davomli pul xarjlash kasalga giribtorlab qoldi. Undaqda men dey, 5 ko'yga go'sht yeysizmi, qo'saq qo'ygan-to. Non bilan bir choyni qo'yib, bir badam degandek narsani akilib yeysak, qo'saq qo'ygan-to. Undaqda 30 ko'yga polo yeysakmi, qo'saq qo'yib shunda-to. 300 ko'yga qo'yib qo'ygan taqdirda 6 soatdan keyin yana cho'qim yeshikka to'g'ri ketgan-to. Kelant. Siz 5 ko'yga suv ichsangizmi,
yana 1 soatdan keyin suv ichishga to'g'ri keladi. Yoki 2 soatdan keyin suv ichishga to'g'ri keladi. Unda siz 3 ko'g'i 12 tal quti so'yilib, 12 kun ichsangiz bo'ladi bo'lmamda. Bu yana o'xshash ustunligingiz qanaqanto? Ha? Siz 50 ming ko'laq mashinaga chiqsangizmi, safarga o'xshash borsiz. Yoki taksiga chiqsangizmi, safarga sinab o'tishiladi. Undaqda siz mashina sotib olsangizmi, o'xshash nega birtasizmi? Safarga bir qayaga opramtgan. Shuni biz zarur bo'lmagan, erishmoqchi bo'lgan narsalarga pul xarjlamayotgan bo'ladi. G'oyat kechirishga pul xarjlangan bo'ldi. Qolgan pulning hammasini qanday qilib bilamsizlar? Yig'ib saqlaymiz. Endi pul yig'ishning qanday mahoratini bor deb o'rgatib qo'yaman.